Hozir davramizga samimiyat ila xalqimizning suygan san'atkori, ajoyib san'atkorimiz Sardor Mamadaliyevning shogirdi, shahrimizning eng yosh san'atkori, garchi yosh bo'lishiga qaramasdan san'at olamiga shu darajada ishtiyoq bilan kirib bormoqdaki, hatto katta san'atkorlar nazariga tushib, barchani o'z san'ati bilan lol qoldirayotgan Hikmatilla Ahmadjonovni olqishlar sadosi ostida davramizga olib o'tsaydi, kelin ikkovlarimizni o'zlarining sara qo'shiqlari bilan tabriklab o'tsalar. Olqishlar sadosi ostida davramizga olib o'tamiz. Assalomu alaykum. Hozir aytmoqchi bo'lgan qo'shig'im dadalar vasiga ketib qolyaptilar, ketmanglar, sog'inib qolamiz. Marhamat. Boqib qoldim rasmiga, yig'lab ovundim, kiygan ko'ylagim hidlab, men dadamni sog'indim. Boqib qoldim rasmiga, yig'lab ovundim, kiygan ko'ylagim hidlab, men dadamni sog'indim, men dadamni sog'indim. Onam uylar uyda, qachon qaytar uyga. Onam uylar uyda, qachon qaytar uyga. To'ysa o'g'lim bo'yga, men dadamni sog'indim, men dadamni sog'indim. To'ysa o'g'lim bo'yga, men dadamni sog'indim, men dadamni sog'indim.
sog'indim, men dadamni sog'indim. Boqib baltim rasmiga yig'lab ovindim, kiygan ko'ylagim hidlab, men dadamni sog'indim.